Savol qoldirsam, ko'pchilik opa-singillarimizga qiziq ekan hayotim. Men xursandman. Avvalo, shunchalik meni hurmat qilib kuzatayotganinglardan tilim ham chalkashib ketdi. Xullas, men Xorazmda yashayapman. Hozircha shu yerdaman. To'g'ri, Toshkentda juda ham ishlarim ko'p. Lekin vaziyat shunaqa va men aynan shu yerda bo'lishim kerak. Oyijon, nima bunaqa holatda hech qachon tashlab keta olmayman. Xuddi o'zim onam qanaqa holat, agar o'sha holatga tushsa nima qilardim degan savol berasiz-ku. Shunaqa bo'lib qolganlar-da oyijonim menga. Xolajon, atrofdagilar xuddichi men bu oilada shunaqa tasavvurdaman-da. Kamida 20 yildan beri yashayotganga o'xshayman. Ishonasizlarmi? Shu darajada yaqin bo'lib ketishgan, chunki samimiy insonlar shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun shu yerdaman, qizlarjonlar. Hayotimdan sizlarga qo'yib boraman.